Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Mana shu ihson. Endi garchi Allohni sen ko'ra olmasang ham Alloh seni ko'rib turibdi. Diqqat qilinglar ukalar. Islomni bizga fiqh ilmi o'rgatadi. Rukuyimiz qanday bo'lish kerak, qachon og'iz ochishimiz kerak, zakotimiz qanday bo'lish kerak, ihromda qanaqa yeyish kerak, jasadimiz bilan qiladigan ibodatimizni fiqh ilmi o'rgatadi. Bu masalada ancha yutuqqa erishdik. Mana hozir aytdim. E'tiqod qiladigan narsamizni aqida o'rgatadi. Iymonni aqida ilmi o'rgatadi. Rozimisizlar? Endi mana ihsonni, qalb, nafs tarbiyasini qaysi ilm o'rgatadi? Desa mana shu tasavvuf deyiladi. E'tibor beringlar. 3 ga bo'lyapti. Agar iymon bilan islom 33% dan bo'lsa, ihson 34% bo'ladi. Mana nima uchun namozlarimizda ko'zimizga yosh kelmaydi.